Salom do'stlar. Men sizlar bilan faydaman. Albatta bugun esa biz shu maktab videosini olamiz. Men yaqindagina Rossiyadan keldim o'zimni. Yaqindagina Rossiyadan keldim men. O'lgida ishladim men axir. Va men videolarni olib keldim. Rossiyadan olib keldim, tanishim bu meni. Shuning uchun do'stlar, endi esa biz nima qilamiz deymi? Maktabga borishimiz kerak endi biz. Soat nechiligini ham ko'raychi. Hozir ko'raman. Mana do'stlar, soat ko'ryapman. Nima? Axir men maktabga kech qolyapman-ku. Voy. Axir men maktabga kech qolyapman-ku. Tezroq aytgan sizlarga uyimni ko'rsatishni unutmang-ku. Qarasang uyimniki ancha bo'lib ketdim mana. Ishlari ham yaxshi. Mana ko'ryapman. Ha, yetil nima qilyapsan? Ha, fayli. Senchi? Ha, men hozir obunachilarimga men uyimni ko'rsataman. Ha, meni ko'rsataver, deyapman. Ha, mayli, bo'pti, yetil. Bo'pti. Qanisa mana sizlarga ko'rsatadiganim. Mana hamma joy olmasam, mana bu ham oltin, olmos. Buni qaranglar sizlar. Energiya qo'ydim. Har joylarda kecha bor. Sizlarga endi esa mana bunaqa joylarni ko'rsataman. Ancha 5 yillar ishladim men Rossiyada. Buni yaxshimi skeletlari chiroyli. Mana bu sandiqqa solmaganman mana. Yetil tuxumlarni olimlardan sotib olib kelganman. Bittasi $50 ekan. Mana hamma narsalarim bor. Hozirroq shirin olmada nyam. Mana shirin olmaya. Mana endi esa do'stlarni ham ko'rsataychi. Sizlarga mana tiplarni ham ko'rsatishni unutibman. Mana endi esa bu xonani ko'rsataman. Tadam, ko'ryapsizlarmi? Tepalikni ko'rish mazza-ya. Ay, laqishloqlarim turibdi. Mana endi esa tezroq maktabga borishim kerak endi. Maktabga boray. Endi maktabga boraman endi. Hozirroq endi vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun hozirroq kutish kerak. Aytgan-ku, pianinamni ko'rsatish kerak edi. Mana hozir ko'rlarmi qanday? Mana sizlarga uyimni ko'rsatishni unutmam. Mana ulkanligini ko'ryapsizlarmi? Mana deraza katta. Yana mana sotuv oshxonasi ham bor. O'zim olmasdan qildim. Mana men bu yerda ultra topli qildim. Agar nimadir sotib olsalaring, mana shu sandiqqa hammasini qo'yish kerak. Pul qo'yish kerak mana shunga. Agar pul qo'ymasalaring, eshik ochilmaydi. Agar men ishni sotib olganimda mana endi bu maktabimiz bo'ladi. Maktab katta. Mana ochib qo'ying. Mana obunachilar, ko'rdilaringmi? Hammasini o'zim qilib chiqdim mana. Yaxshimi obunachilar? Ustozimning yoniga men ustozimning yoniga kiraman. Assalomu alaykum, ustoz, kirsam bo'ladimi? Kir. Ana. Voychi, mana ustoz. Men bergan pullarga nima qildi? Ustoz. Nima balo?
Bu ensiklopediya eng kuchli kitoblardan kristal olmos kitobidan biri. Ha, bo'lmasa ustoz yaxshi ekan a. Bugun darsga yangi darsga tayyormisan? Albatta ustoz. Bo'lmasam hozir senga aynan vazifa beraman. Xo'p, bola ustoz, nima bu? Aytaymi? Matematikadan qilish. Ha, mayli. Hey do'stlar, men o'zim matematikani yomon ko'raman-ku axir. O'zim matematikani yomon ko'raman axir. Axir men matematikani bilasizlar-ku yomon ko'rishimni. Axir matematikani yomon ko'raman. Shuning uchun ham yaxshi boshqa deydi. Ha, ustoz, endi nima qilay? Mana o'tib bo'lmayapti, sig'mayapman. Katta bola bo'lib ketgan. Avval kichkina edi, men sizga sig'ardim, ustoz. Albatta. Ha, ustoz. Bo'lsa mana. Yangilamsizmi, ustoz? Endi darsni tezroq boshlash kerak, demang. Mayli, sening uchun mayli. Sanki Boshqa o'quvchilar qani? ular yaxshi o'qigani uchun ularga o'qishga kirgizmoqchiman. O'qishda-da ular hozir. Bu-chi maktab-ku. Ha, aytgan maktab-ku. Biz bu uyga borishimizga sandiqda matematikalardan ko'p. Xo'p, ustoz, hozir olaman. Mayli, bo'pti. Hozir ustoz olyapman mana. Bo'pti, ustoz. Mayli, bo'pti. Bo'pti, ustoz. Mayli, bo'pti. Endi mana qog'oz ham bor endi. Qog'oz ham ana endi desam, do'stlar. Endi uyga borishim kerak. Men tentakmanmi nima balo? Mana qilib mana gullar ham o'sib ketganlar rasidan kelgancha. Mana qishloqlarda qarayu, hamma joyda yuradi. Mana bariklar. Ana endi esa ozroq qana. Do'stlar, bu oxir men hozir dars qilayotganimda juda ham ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun esa ozgina vaqtni tezlashtirishga qaror qildim. Endi esa darsni qilaman. Endi esa dars qilaman. Endi esa vaqtni tejab turaman. Mana ham qoldim. Do'stlar. Bo'ynagi bilmayman. O'zi qo'limdan motor telefon bo'ldi. Xarita. Mana ham qoldim mana. Do'stlar, mana qoldim darsni ko'ryapsizlar. Mana. Mana seni soat ko'raychi. Nima? Soat уже 5 bo'pti. Davay bo'pti. Shoshil. Ustozlarga bo'pti. Meni 4:30da keldi o'zlar ustozim. Qishloqlar. Sizlar o'qishga nima uchun bormayapsizlar? Qishloqqa to'xta. Mana bo'lyapsan? Nima uchun o'qishlamasizlar? Biz hozir o'qishda kim bordik o'zimiz? Ha, menga farqi yo'q nima o'qishdanmi, to'qigan chiqib qo'ygansanmi nima bilan. Menga farqi yo'q menga. Voy, ustozim. Ustoz qilsam bo'ladimi? Kiraver, bunchaga kech qolding. Ustoz, men matematikadan bilmayman-da. Ay, bilmas voy. Hech bo'lsa mana shu ustoz. Xo'p, ustoz. Buni qayerga qo'yay? Ana matematikaga qo'ygan. Hamma qayerga? ana bu sandiqqa dedim-ku. Xo'p, ustoz boqaman. Men hali 2-3 ishlamadim. O'zi qiyingina testim. Ey do'stlar, bu jo'bu. Sen nimani tushunyapsan? Eshitma, ustoz, eshitma. Ustoz, hozir qani endi yangiman, shuning uchun dam olish olsam bo'ladimi? Ustoz.
Ha, mayli, mayli. Ha, mayli, bo'lsa ham bo'laveradi, bo'pti. Mayli, bo'pti ustoz. Yaxshi qo'y. Mayli, bo'pti. Bo'pti ustoz. Bo'pti. Ustoz der qanaqa joydaymi? Oldin managa turib olasizlar. Hozir o'sha kirib ketishganda avvallarim kichkina bo'lganimda shunaqa mana shu yerda mamlay sakrab eng tezi men bo'lganman bedagi. Eng tezi menman bedagi. Ha. Mana quyosh ham botyapti, kech ham tushyapti. Уже men endi uyga borishim kerak. Magazinga bitirsam kerak. Ya. Hamma qishloqlar, hey qishloqlar, biringizni kelinglar. Qishloqlar qarang. Nima? Уже kechqurun tushdi-ku. Soat ham 8 bo'libdi. Men ham uyqum kelyapti lekin. Do'stlar, men ham uyqum kelyapti-yu. Kiyimlarimni yechib olishim kerak. Men kiyimimni yechib olaman shunday qilib. Mana bittani kiyimni yechishim kerak. Mana kiyimni yechib olaman. Mana do'stlar, kiyimimni ham yechib oldim. Albatta, endi uyga borishim kerak-da endi men yotoqxonaga. Ozroq tashqarini tomosha qilamizmi albatta. Bitta skrimni ham orqasiga. Mana do'stlar. Endi bu yoqqa ham bitta ko'raychi. Oho, to'xtanglar boshqacha bo'laydi. Shuni. Hozir boshqacha qilib olaman. To'xtanglar-da. Obunachilar. Mana. Kishqona ham mana. Hozir mashina o'tyapti. Nima balo? Cha-cha!